Assalomu alaykum. Ye. Qanday Shabuz ustoz? Assalomu alaykum shohjon. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, xudoga shukr. Nima buncha o'ylanyapsiz? Tinchlikmi? Reaksiya davom ettirolmayapman. Shunga fikrlanyapman. Davom qanday bo'lardi? Yordamlashaymi? Ozgina bilimim esdan chiqdi. Yaxshi bo'lardi. Qani bir bilimizni bir tekshirib ko'raylik. Jang. Shohjahon ustoz, menimcha bo'ldi. Shundaymi? Shunday. Juda ham mazmunli va tushunarli bo'ldi. Biz sizga ishonamiz. Aziz o'quvchi yoshlar, mana shunday sifatli va yaxshi bilim olishni istasangiz, bizni Shohjahon ustozga murojaat etishingiz mumkin. Biz barchangizni o'quv markazimizga chorlaymiz. Shu o'rinda Shohjahon ustoz mana shu erishgan A+ darajadagi yutug'ingizni Malika Education o'quv markazimiz nomidan sizni mukofotlamoqchimiz. Maxsus Dubay shahriga yo'llanma asosida sizni ushbu sovg'a bilan taqdirlaymiz. Muborak bo'lsin va maroqli va xayrli dam olishlarni tilab qolamiz. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Malika Education, orzularingiz kaliti.